Xo'p, biz o'sha lokalniy variable ga kelgandik. O'sha lokalniy variable bu variable skoplardan lokalnisi. Bu o'sha tushunishimiz mumkin, funksiyaning ichida e'lon qilingan variable bu lokal variable hisoblanadi. Ya'ni funksiyadan tashqarida uni ishlata olmaymiz. Ya'ni mana bu yoqda yana ko'rishimiz mumkin, echoga chiqaryapti. X o'zgaruvchisi 5 ga teng bo'lgan chiqyapti. Bu yoqda уже x dan keyin, ya'ni pustoy. Bu lokalniy bo'lgani uchun, ya'ni funksiyadan tashqarida ishlatilayotgani uchun ishlamayapti. Endi static, bizda static variablelarimiz bor. Ya'ni ularda asosiy farqi, ular belgilanadi. Lokalniydan asosiy farqi ular tashqarida ham, ya'ni tashqarida emas, ya'ni o'sha e'lon qilinganda, funksiya e'lon qilinganda ular qiymat saqlab qolish qobiliyati bor o'zida. Masalan, hozir mana bundan statikni olib tashlasak, bitta run qilib ko'ramiz. Hammasi 0 qaytdi. Ya'ni bizda x o'zgaruvchisi 0 ga teng edi. Uni echoga chiqaryapmiz. Har gal x++ bo'lsin deymiz-u, har safargisiga уже 0 qaytaryapti. Chunki bu qiymat eslab qolish qobiliyati yo'q. Shunchaki o'zgaruvchi bu. O'zgaruvchini o'zini chiqaryapti. Undan keyingisi amal qilmayapti. Agar bunga o'sha static boyagi static variable qilib e'lon qilib qilsak, bu o'zidan bitta oldingi qiymatni eslab qoladi. Ya'ni birinchi holati 0, keyingisi 0 da bittaga ko'paytiramiz. 1 bo'ldi. Keyingi holatda yana bittaga ko'paytirsak, 0 da 1 ga ko'paytirmaydi. Endi bu safargisida eslab qolish qobiliyati bo'lganligi uchun 1 da 1 ga ko'paytiradi, ya'ni bittaga ko'paytiradi. Masalan, bu yoqda 2 qilsak, уже bu yoqda 2 4 chiqish kerak. Ya, plus tenglab qo'yish kerak bu yoqda. Ya'ni 2 ga bitta ko'paytirib tenglash kerak. Shu holatda statikning asosiy farqi o'sha avvalgi qiymatni eslab qolish. Xo'p, keyin bizda hozir biz echo deb rosa ishlatyapmiz. O'zi nimaga kerak? Echo print bizda bu yoqda boya vardamp degan joyimiz qolib ketdi. Qismimiz, bo'linimiz. Buni ataylab aytmadim, chunki bu echo print vardamp mana shu 3 talik o'zi bittada o'tiladi. Xo'p, vardampga keladigan bo'lsak, biz hozir ma'lumotlarni chiqarish uchun echodan foydalanyapmiz. Endi bizda vardamp degan ma'lumotlarni brauzerga chiqarish uchun metod bor. Bu nima vazifani bajaradi? Asosiy farqi nimada? Asosiy farqi mana shu yerga hozir birinchi 3 talik qilsak, mana shuni shunday kopiya qilib bu yoqqa yozib qo'yishimiz mumkin. Masalan, h1 ga yozib qo'yishimiz mumkin. Xo'p, asosiy farqini ko'radigan bo'lsak, vardamp bizda o'sha e'lon qilinayotgan qiymatni qaysi data type ga tegishligi. Data type nima degani? Bu o'sha bizda ishlata oladigan, bizda muomaladagi datalarning, ma'lumotlarning tiplari. Ular integer bo'lishi mumkin. Ya'ni masalan 5 bu number, ya'ni integer. John bu o'sha qo'shtirnoq ichida string. Yoki 3/4, ya'ni 3.14, ya'ni o'nli kasr, bu float raqam hisoblanadi. Float son hisoblanadi. Raqam emas, son hisoblanadi. Ya'ni butun bo'lmagan kasr son. Ya'ni true masalan, bu boolean, ya'ni true false, to'g'ri noto'g'riligini bildiruvchi qiymat. Masalan, uning tipi shunaqa. Data type'da boolean deyiladi bu. Masalan, array bor bizda. Array o'sha massiv deyiladi. O'zida bir nechta qiymatlarni oladi. Array bu yoqda ichida, masalan, bu yoqda arrayda oxirgisiga shunday array deb yozadigan bo'lsak, buni data type'ini ham stringda array deb beryapti. Null esa null, bo'sh qiymat. Xo'p, echo va vardamp